bolajonim. Ojon! Akam meni mashinam zo'ra. Voy, zo'r-ku. Bolam, qara senga nima olib keldim. Sen yoqtirgan o'yinchoq. Yoqdimi? Yodgor bolam. Bolam. Bitta viski. Hozir. Shu yerdami deysiz? Nimaga? Haligi menga yordamingiz kerak. Qanaqa yordam? Ojon! Kim bor menga yordam bering? Olgan qarzini qachon berish kerak edi? Olganiga 1 oydan oshdi. Shu ishni hal qilib bering, aka. Men bunaqa ishlar bilan shug'ullanmay qo'yganman. Aka, iltimos, aka. Iltimos. Aka. Abla! Aka, Menga qara. qarzimni uzaman. Vaqt bering iltimos. Hozir iloji yo'q aka, iltimos. Qarz olayotgan payt nimani o'ylaganding-a? Qani tur. Aka, qaytaraman. Voy, Iltimos. Tohir. Qarzimni albatta uzaman. Ozgina vaqt bering iltimos. Qachon oluvding-a? Salkam 1 oy bo'ldi. Aldama. Hey! Nima qilyapsan? Tohir, ke, tur. Yaxshimisan? Dilbar opa, iltimos siz aralashmang. Ahvoling yaxshimi? Bu meni muammoyim. Nima deganing bu? Kimsan o'zi? Jinni bo'lib qolganmisan? Opa, aralashmang, o'zim hal qilaman. Nima deganing? Aftingni qara. Esingni yeganmisan? A, senga gapiryapman. Kimsan o'zi? Nimaga Tohirni uryapsan? Tiling yutganmisan? Shunaqa zo'rmisan, ha? Kuching shunga yetdimi? A, meni ham qo'shib ur bo'lmasam. O'zingizni bosing. Nimaga o'zim bosarkanman? Kimsan o'zi? Uni bir tanishimdan qarzi bor. Xo'sh, qancha ekan o'sha qarzi? 30 million. Nima? Bizga biroz vaqt ber, to'laymiz. Aka, iltimos, biroz vaqt bering. Albatta qaytaraman. Tohir, o'zing yaxshimisan? Ha, yaxshi. Yaxshiman, xavotir olmang. Yaramas, shunaqa ham urasanmi? Shu ishing uchun o'zi seni militsiyaga berish kerak. Opa, iltimos, kerak emas, qo'ysangizchi. Sen jim tur. Nimaga qarab turibsan? Senga gapiryapman. Boshqa gapimiz yo'q. Bu yerdan ket. Mayli. Tohir, rostdan ham yaxshimisan? Yaxshiman opa, shunchaki yuzim sal og'riyapti-da. Shifoxonaga boramizmi? Yo'q, opa. Faqat iltimos sizdan. Ukangizga aytmang. Bilasiz uni, rosa ham qiziqqon. Meni tinch qo'ymaydi bo'lmasa. Aytmasak ham basharang aytib turibdi-yu. Mayli, bo'lmasa o'zim tushuntirarman opa. Siz hech narsani aytib o'tirmang. Bo'pti, yur. Yuz qo'lingni yuvib ol.
Oyi, Ke bolam. keldim oyi. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Hammasi joyida. Yana yig'ladingizmi? Yo'q, nega yig'layman? Qorning ochgandir-a? Men hozir ovqatingni tayyorlayman. Sen qo'lingni yuvib chiqqin. Xo'p. Bilaman oyi, menga bildirmaysiz. Lekin doim ukamni o'ylab yig'laganingiz yig'lagan. Hammasiga men aybdorman. Men aybdorligimni his qilmasin deb bu haqda gapirmaysiz. Shu paytgacha biror gap aytmadingiz. Lekin ichimdan men aybdorman. Men tufayli sizni yuragingiz yarim doya. Asal o'g'lim o'zimni. Voy Jasur-ki. Ukang uxlab qoldi. Sen unga ko'z quloq bo'lib turgan, xo'pmi? Men shunday qo'shninikiga chiqib kelaman. Nimaga, oyi? Uy ishlarini qilib kelaman-da. Agar bugun pul berishsa, bozorlik ham qilib kelaman, xo'p? Xo'p. Jasur, bolam, sen katta yigitsan. Men chiqib ketganimdan keyin eshikni yopib olgin. Faqat hech kimga ochmagin, xo'pmi? Bo'pti, ukangga yaxshilab qaragin. Faqat tezroq keling. Bo'pti. Yodgor bilasiz, juda injiq, menga ko'nmaydi. Tezroq kelishga harakat qilaman, xo'pmi? Xo'p. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Dada, nega bizni tashlab ketgansiz? Oyim sizni osmonda, jannatlarda yuribdi deyaptilar. Dadajon, sizni juda ham sog'inib ketdim. Oyim ham sizni juda sog'inganlar. Sizni hammamiz sog'indik. Yodgor ham katta bo'lib qoldik. Oyim aytdilar, u yaqinda bog'chaga chiqishni boshlar ekan. Voy, uyg'ondingmi Yodgor? Aka-oyim qanlar? Hozir keladilar. Qayerga ketdilar? Ular ishga ketdilar. Bizga narsa olib kelgani ketdilar. Oyimga boraman. Qornim ochib ketdi. Hozir keladilar oyim. Agar sen aqlli bola bo'lib o'tirsang, marojna olib kelib berar ekanlar. Yo'q, oyimga boraman. Ha, bo'pti, tur. Yur. Ketdik. Yodgor, tusha qolgan. Charchab ketdim. Yo'q, tushmayman aka. Tusha qolgan. Yo'q, tushmayman.
tushmayman. Ha bo'pti, injiqlik qilma. Qara Yodgor, endi bizning pulimiz bor. Nima, marojniy yegin kelayotgandi? Ha, Ketdik unda. Xohlagan narsani olib beraman. Nima olib beray? marojniy yeyman. Marojniymi? Bo'ldi, olib beraman. Faqat sen hozir masjidda jim o'tirib bersang bo'ldi. Men hozir kelaman. Vau! Voy. Jasur. 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 Voy, qayergadir chiqib ketdimikan? Yodgor? Yodgor! Ukamni ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Yodgor! Yodgor, qayerdasan? Yodgor! Qayerga ketib qolding? Bunga hech qayerga chiqma degandimi? Ey xudoyim, ey. Qayerga ketdi ekan? Jasur. Jasur. Ay, qayerga ketdi ekan-a? Ko'chaga chiqma desam ham ko'chaga chiqib ketdimikan-a? Voy, Jasur, Jasur. Voy, qayerlarda yuribsan-a? Ukang qani? A? Ukang qani? Oyi, Ha? Yodgor marojniy yeyman degdi. Xo'p, Keyin men uni magazinga olib chiqdim. xo'p, nima bo'ldi? Keyin marojniy olib chiqib kelgunimcha, Xo'p, keyinchi? oyi, Yodgorni Nima Yodgorni gapir? Jasur.
Yodgorni yo'qotib qo'ydim. Oyim men yodgorni yo'qotib qo'ydim. Jasur, nimalar deyapsan, bolam? Qanaqasiga yo'qotasan, qayerda yo'qotding? Voy xudoyim-ey, qaysi magazin deydi? Ko'chani boshidagi. Ey xudoyim, nimaga magazinga chiqasan? Uyda o'tirgan deganmidim senga? Ey xudoyim. Bolam, yodgor. Men o'shanda ukamni qo'lini qo'yib yubormasligim kerak edi. Hammasiga o'zim aybdorman, o'zim. Oyi, shu kungacha ukamni izlashdan to'xtamadik. Lekin topa olmadik. Ay, bolam, chiqib qol, kutib qoldim. Hozir oyi, hozir. Bolam, endi mendan xafa bo'lmagin-u, yoshing ham 28 ga ketdi. Seni uylantirishim kerak. Sen tengilarni bolalari bor. Oyi, uylanarman. Bu yil aniq uylanmasang bo'lmaydi, bolam. Ko'z ostingga olib qo'yganing bormi? Agar bo'lsa, sovchilikka boraylik. Hozircha unaqasi yo'q. Shu yoshga kirib nahotki ko'rganda yuraging jiz etgani topilmagan bo'lsa. Oyi, Uylanib qolding? endi nima desam ekan? Yaqinda bir qizni uchratgandim. Nimagadir, qandaydir menga yoqqanga o'xshadi-da. Yaxshi-ku. Unda sovchilikka boray. Oyi, avval uni yaxshilab tanib olay, xarakterini bilib olay, keyin sizga aytaman, sovchilikka borishingiz mumkin. Avval o'zim ko'nglini olay demoqchisan-da, a? Shunaqa oyijonim. Nima bo'lmasin, bu yil to'y qilishimiz kerak. Qilamiz oyi to'y. Hali zo'r qilib to'y qilamiz. Voy, choy qo'yay-a. Ha? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Yana Tohirning oldiga keldingizmi? Yo'q, sizni oldingizga keldim. Meni oldimga nimaga kelasiz? Gaplashib olgani? Meni siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Sizni joyingiz qamoqxonada. Sizdaqalar pul uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi. Hammasi siz o'ylaganchalik emas. Rostdanmi? Pul uchun bitta odamni urdingiz. Unaqa qilish kerak emasdi. Odamgarchilikka ham, insongarchilikka ham to'g'ri kelmaydi bu. Endi tushunmovchilik bo'ldi. Do'stim pulimni bermayapti deganiga aldayapti deb o'ylab men ham urushib ketdim. Tohir unaqa yigit emas. Qarzi bo'lsa albatta pulini beradi. Hozir ham o'shani harakatida yuribdi. Zo'ravonlik qilmasdan oddiy yo'l bilan gaplashib olsa bo'ladi-ku. Hamma gaplaringiz to'g'ri. Uzr. Uzringizni menga keragi yo'q. Nima, menga shu gaplarni aytgan keldingizmi? Ochig'ini aytsam, men siz bilan yaqindan tanishmoqchiman. Men sizdaqalar bilan tanishmayman. Bilasizmi, men siz o'ylaganchalik yomon odam emasman. Tushunmadingiz gapim shekilli, a? Nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Kechirsa, hammasi yaxshi. O'zingni bos. Nimadir muammo bormi? Bu qizda nima gaping bor? Ey,
Senga gapirayman. Hech qanaqa gapim yo'q. Tinchlikmi? Mayli, e'tibor bermagin. Kim bu? Nima qilyapti seni oldingda? Bilmayman. Nima unda? Haligi kecha Tohirning oldiga kelgan shu edi. Nima? Bu o'shami? Hey, Maraz ketib qopti. nima qilmoqchisan? Sen ham urushmoqchimisan? Xotirama. U ketib bo'pti. Qayerdan ham senga aytdim-a o'zi? O'zi bu yoqqa nimaga kelibdi? Men ham bilmayman nimaga kelganini. O'zicha menga o'zini yaxshi ko'rsatmoqchi bo'ldimi? Tohir, qayerdasan? Mahalladaman. Yaxshi, o'sha yerda bo'lib tur, hozir boraman. Nima qilmoqchisan? Ey, qayerga? Umid! Umid, to'xta! Endi nima qildim? Meni ham o'zimda ayb bor. Aytilgan vaqtda pulni yetkaza olmadim. O'zi keladigan puling bormidi? Bor, faqat sal kechikdi-da shu. Xo'p, shuni tushuntirsa bo'ladi-ku. Nega seni bunchalik urib tashadi? Bo'pti, menga raqamini ber. Umid, qo'yaver, aralashma. Menimcha u aka ham tushunmay qoldi. O'zi umuman yomon aka emas. Biroz taniyman uni. Shuncha muammoing bor ekan. Aytmaysanmi? Birga hal qilardik. Seni aralashtirmay degandim-da. O'zi shundoq ham ko'p yordaming tekkan menga. Bir-birimiz uchun shunaqa paytda turmasak, qanaqa do'stmiz o'rtoq? Bo'pti, menga telefon raqamini ber. Yo uy manzilini ber. Sen bola ham hech qo'ymaysan-da. Men raqamini bilmayman. Qayerda yashashini bilaman xolos. Xo'p, manzilini ber. Ayt. Yodgor. Bolam, senmisan? Assalomu alaykum. Menimcha adashdingiz, xola.
Meni ismim Umid. Shunaqami? Uzr. Keling, bolam. Haligi Jasurni uyi shu yermi? Ha, men onasiman. O'g'lingizni oldiga keldim. O'g'lingiz uydamdilar? Ha. Kiring uyga. Ha. Boshqa safar iloji bo'lsa chaqirib borsangiz. Hop. Jasur. O'g'lim. Ha, oyi. Nimagadir boshqacha tuyg'u. Kim edi bu? Eslolmadim. Sen bu yerda nima qilyapsan? Sen bilan gaplashib olgani keldim. Mayli gapir, nima gap? Tinchlikmi, bolam? Xola, xavotir olmang. Biz do'stmiz. Ha, uyga kiring, bolam. Mayli, boshqa safar. Oyi, siz uyga kirib turing. Shundoq do'stim bilan gaplashib olaylik. Ha, mayli. Menda qanaqa gaping bor? Yur chetroqqa. Mayli. Xo'sh, menga nima demoqchi eding? Xullas, Tohirni urgan sen ekansan-da. Shuni bilish uchun shuncha yo'ldan keldingmi? Nima, sen shunaqa zo'rmisan? Ha? O'zingni o'zing xohlagan odamingni urasan? O'zimdan o'zim emas, Tohirni do'stimdan qarzi bo'lgan. Lekin hozir hammasi yaxshi, kelishib olishdi. Shunaqa ham urasanmi? Menga qara, o'zi senga kim bo'ladi u Tohir? U meni yaqin do'stim. Sen demak Dilbarni ham tanirkansan-da, shundaymi? Yigitimisan deyman. Dilbarni nima aloqasi bor? Shunchaki so'radim. Xo'p, yigiti bo'lsam, senga nima? Demak yigitsan. Baxtli ekansan. Dilbar yaxshi qiz. Omadingni bersin. Menga qara, uni ismini tilingga olma. Ey, o'zingni bos. Sen bilan adibada aytish niyatim yo'q. Sizlarni boshqa bezovta qilmayman. Bezovta ham qila olmaysan. Bundan buyog'iga Dilbarni ham, do'stimni ham yonida qorayni ko'rmay. Bu ishni sen xohlaganing uchun emas, o'zim xohlaganim uchun qilaman. Meni bunaqa do'q po'psalaring bilan qo'rqita olmaysan. Shunaqa degan. Oh, menga qara, qo'y, yaxshilikcha ket. Bo'lmasa, Nima bu bo'lsa? Ey, to'xtanglar. To'xta. Bas qillaring. Menga Umid, qara, sen to'xta. qayerdan kelding? U kim bo'ladi senga? Tohir aytdi, yugurib keldim o'shaning uchun. Xavotir oldim. Bu yoqqa To'xta dedim senga. O'zingni bos. Bo'ldi. Bas qil, bo'ldi, Umid, ketamiz. Sen bilan hali Umid, gaplashamiz, bo'ldi. ko'rasan. Yur. oyi, Judayam sog'indim, bolam. Yodgorimni sog'indim, bolam. men ham oyi.
ishonchim komil. U tirik. Uni tirikligiga ishonaman. Shu yaqin atrofdaligini ko'nglim sezadi. Xuddi yonimdan o'tib ketayotganday bo'ladi. Oyi, iltimos, o'zingizni ham, meni ham qiynamang. Axir u Yo'q, unaqa dema. Qaytib ol gapingni. Unday bo'lmagan, men ishonmayman. U tirik. Yodgorim tirik. U tirik bolam. Seni ukang tirik. Siz? Yana sizmi? Qanaqa odamsiz o'zi? Avval Tohir, keyin esa Umid. Endi urmoqchi bo'lgan odamingiz menmi? yo'q, bu nima deganingiz? To'g'risini aytsam, men yigitingizni urmoqchi emas edim. Ko'rdingiz, qo'l ko'tardi, keyin majbur bo'ldim. Tushunmadim, nima dedingiz? Kim aytdi meni yigitim deb u? Ukam bo'ladi. Demak, u sizni yigitingiz emas. Tushunmadim, siz nimaga xursand bo'lyapsiz? O'zim shunchaki. Endi bunaqa xushxabar eshitmaganimga ancha bo'lgandi. Siz jinni-pinni bo'lib qolganmisiz? Ha, jinniman. Sizni ishqingizda jinni bo'lganman. Boring-ey. Demak, yigiti yo'q ekan. Bo'ldimi? Hamma qarzingdan qutuldingmi? Ha, qutuldim. Bundan buyog'iga umuman qarz olmasdan nima qilsam o'zimni pulimga qilaman o'rta bundan buyog'iga. Nega bunaqa deyapsan? Qarz olish baribir yaxshi emas ekanda do'stim. Mana shu qarzlarimni deb yaqinlarim ham shu muammoga aralashib qoldi. Jasur akam bilan ham sen urushib yuribsan. Hali ham shuni o'ylayapsanmi?
u o'ziga yarasha tegishlisini oldi. Shunga yarasha men ham. Lekin udari qattiq ekan. Sen ham bo'sh kelmagandirsan, o'rtoq. Endi meni bilasan u. Hey, ana u yangi ish masalasi nima bo'ldi? Ha, umi? Hujjat topshirdim. Davlat fuqarolik xizmatiga topshirdim, o'rtoq. Zo'r bo'pti-ku. Lekin u yoqqa kirish qiyin emasmi? Oldin shunaqa gaplar ko'p edi. Hozir hammasi boshqacha bo'lgan. Xo'sh, qanaqa ekan? Hammasi konkurs orqali. Kim bilimli, kim kuchli bo'lsa, ana o'sha o'tadi. Tanish bilishchilik hozirgi kunda o'tmaydi, o'rtoq. Shunaqa bo'lib qoptimi? Keyin hujjat topshirish ham hammasi elektron shaklda bo'lgan. Mana bu boshqa gap. Oldingiday qog'oz ko'tarish, navbat kutish degan narsa yo'q ekanda. Hozir ko'p narsa onlayn, o'rtoq. Eng asosiysi ishni bilgan odamni olishyapti. Demak, chin dildan ishlagan odam qadrlanadi-da. Ishingga qarab baholashadi, o'rtoq. Bekor o'tirib bo'lmaydi. Natija bo'lishi kerak xullas. Yaxshi tomonga o'zgaryapsan. Shunaqa, o'rtoq. Davlat xizmati ham asta-sekin zamonaviylashyapti. Xullas hammasi o'zgaryapti. Xalq uchun ishlaydigan tizim bo'lyapti. Bo'ldi. Unda sen yutasan, og'ayni. Chunki senga ishonaman. Sen o'z ustingda ishlaydigan yigitsan. Ko'ramiz, nasib qilsa. Keldingmi qizim? Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Buncha ham chiroyli guldasta bo'lmasa, tinchlikmi qizim? Kim berdi? Bilmasam, eshikni oldidan oldim. Shunaqa degan. Eshikni oldiga kim tashlab ketibdi gullarni? Chiroyli gul ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yordam kerakmi, xola? Voy, Keling, yordamlashib boraman. yaxshimisiz? Yaxshi. Sizni tanidim. O'g'lim oldiga kelgan bo'lasiz. O'g'limni o'rtog'i. Yaxshimisiz, xola? Rahmat. Ketdik, uyingizga borib qo'yaman. Ovora qilib qo'ymayman. Yo'q, nega? Ovorasi bor ekan. Yuring. Keling bolam. Kun isib ketdi, ey biram. Voy, bugun kun juda ham issiq-a? Mana bu yoqqa qo'ya qoling. Xo'p. Umringizdan baraka toping. Ancha yordam berdingiz. Endi siz mehmonim bo'lasiz. Ichkariga kirib turing, men choy tayyorlayman. Xola, ovora bo'lmay qo'ya qoling. Men bora qolay. Ketaman demang. Hurmatingiz bor. Kiring, hozir choy qo'yib yuboraman. Kiring, uyalmang, kiravering.
nega mehmonxonaga kirmadingiz bolam? Qani, yuring mehmonxonaga. Bu kim? Bu meni yodgorim. O'g'lingizmi? Ha, o'g'lim. Yoshligida yo'qolib qolgan. Militsiyaga xabar berganmiz, lekin faqat qon kiyimini topishgan u ishni yopishgan. Lekin meni ko'nglim sezadi. O'g'lim o'lmagan. U tirik. Albatta bir kun qaytib kelishiga ishonaman. Ha, siz mehmonxonaga kirib turing. Men hozir qaynoq choy damlab kelaman. Qani, yuring. Tushunmadim. Yodgorimni surati qani? Qizim, bir gaplaring ajoyibda. Sizga o'xshayman-da, oyi. Ana. Ke o'g'lim. Oyi, siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Tinchlikmi? Nima gap? Ha, alohida yolg'iz gaplashib olmoqchiman. Sen chiqib tur. Nimaga? Tinchlikmi? Iltimos qilaman, chiqib tur. Xo'p. Ke bolam. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Bu meni yoshligim, shundaymi? Ha. Seni yoshliging bolam. Faqat menga to'g'risini ayting. Men sizni rostdan ham o'g'lingizmanmi? Oyi, gapirsangiz-chi. Iltimos qilaman. Gapiring, oyi. To'g'ri bolam. Men seni dunyoga keltirmaganman. Lekin seni o'z bolamdek katta qildim. Sen meni o'g'limsan. Qanaqasiga? Ha qizim? Nima bo'ldi qizim? Bolacha, senga nima bo'ldi? Oyi, dadam bu yoqqa qaranglar. Tezroq keling. Ha, hozir. Yur qani? Oting nima? Ha, bolajonim. Iye? Senga nima bo'ldi? Tinch. Nega yig'layapsan? Oyi, Oyni yo'qotib qo'ydingmi? yo'qotib qo'ydim. Bo'ldi, yig'lama o'g'lim. Oyingni topamiz. Adajon, o'zimiz bilan olib ketamizmi? Dadasi olib ketaylik.
Iltimos. Xo'p, olib ketamiz. Biz bilan borasanmi? Ha? Hozir uni uyga olib ketamiz. Keyin tegishli joyga xabar beramiz. Xo'p? Bo'ldi, yig'lama. Biz seni oyingni topib beramiz. Yura qol. Ketdik. Shu bilan seni uyga olib keldik. Rahmatli dadang militsiyaga boraylik dedi. Lekin men ko'nmadim. Chunki senga mehrim tushib qolgan edi. Keyin seni Dilbar qo'ygan ism bilan chaqirishni boshladik. Umid deb. Bu orada men ham Dilbar ham senga o'rganib qoldik, bolam. Oxiri dadang bilan bir qarorga keldik. Seni kiyimingga qon dog'larini tekkizib ko'chaga tashlab ketdik. Seni o'ldi deb o'ylashliklari uchun. Bolalar uxladimi? Ha, uxlashdi. Rustam aka, Hmm. Umidjonni topib olganimizga 1 hafta bo'ldi. Xo'sh. O'shanda meni gapimga kirib, militsiyaga bolani olib bormadingiz. Doktorlar boshqa farzand ko'ra olmaysan deyishganda, nahotki o'g'il farzandli bo'la olmasam deb o'ylagandim. Nima demoqchisan? Ochiqroq gapir. Uni o'zimiz boqib olaylik. Hali u yosh. Ko'p narsani bilmaydi. Bizni ota-onasi deb qabul qila oladi. Unga mehrim tushib qoldi. Voy, baraka topgur. O'ylab gapiryapsanmi? Uni ham qayerdadir ota-onasi sarson sargardon bo'lib qidirib yurgandir. Balki atayin tashlab ketishgandir. Xudo biladi ular qanday ota-ona. Bilmadim, Komila, bilmadim. Iltimos, yo'q demang. Umidjonni o'zimiz boqib olaylik. Shunda men ham ichimdagi dardimdan qutulardim. Nahotki o'g'il farzandingiz bo'lishini xohlamasangiz. Nega xohlamas ekanman? Nega xohlamas ekanman? Menga qolsa, Umidjonni boqib olgan bo'lardim jon deb. Men o'zim ham unga o'rganib qoldim. Unda boqib olaylik, dadasi. Iltimos, yo'q demang, jon dadasi. Uni o'z bolamdek katta qilaman. Hali ko'rasiz, uni mehri bizga tushib qoladi. Xo'p? Iltimos, dadasi, qolsin Umidjon. Xo'p deng. Dadasi, sizdan yana bitta iltimosim bor edi. Rahmatli dadang meni aytganimni qildilar. Bolam, senga o'rganib qolganim uchun voz kecha olmadim. Oldingda aybdorman. To'g'ri. Men seni dunyoga keltirmagan bo'lishim mumkin. Lekin men seni onangman. Biz bir oilamiz, o'g'lim. Oyim to'g'ri aytyaptilar, Umid. Biz qondosh bo'lmasak ham, sen meni ukamsan. Biz bir oilamiz.
Demak, sen ham bilgansan. Nega? Nima uchun? Sen ham hamma narsani bilar ekansan. Nimaga mendan yashirgansan? O'g'lim, bolam, biz seni o'ylaganmiz. Ha, seni o'ylaganmiz, bolam. Sizlar meni emas. Sizlar o'zinglarni Yo'q, o'ylagansizlar. bolam. Yo'q. Jon Menga bolam. dushmanlik qilgansizlar. Sen meni bolamsan, unday qilma, jon bolam. Sen meni bolamsan, jon bolam, unday dema. Sen meni bolamsan. Umid, shoshma, jon bolam. To'xta. To'xta, Sen meni qayerga? bolamsan, shoshma, Umid. Bolam. Voy, keldingmi o'g'lim? Kel. Assalomu alaykum oyi. Yaxshi keldingmi bolam? Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Tinchlikmi oyi, nima gap? Anu kuni sen oldinga kelgan o'rtog'ing bordi-ku. Ha. Ismi nima edi? Umidmi? Hop. Bugun bozor qilib qaytayotgandim. Hop. Yo'limdan chiqib qoldi. Keling, xola yordamlashaman dedi. Uygacha yaxshi keldik. Lekin uyga kirishi bilan o'zgarib qoldi. Qanaqadir jiddiy bo'lib qoldi. Keyin men siz mehmonxonaga kirib turing, men choy damlab kelaman deb chiqib ketdim. Kirsam yo'q. Shunga nima bo'pti endi? Zarur ish chiqib qolgandir-da. Gap undamasda o'g'lim. U ukangni suratini olib ketib qopti. Nima? Suratini? Ha? Nimaga olibdi? Adashmayapsizmi? Qaramagan joyim qolmadi. Yo'q surat. Aniq o'sha o'rtog'ing olib ketgan. Negadir ko'nglim g'ashda. Bolam, iltimos. O'sha yigitni uyiga borasanmi? Topib, ukangni suratini olib kelgin. Xo'p. Bo'ldi oyi, siz o'ylamang. Yerni tagidan bo'lsa ham topib olib kelaman. Hozir borgin, jon bolam. Xo'p oyi, xo'p. Xavotir olmang, kelaman. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Senlarni uyingga ketyapman. Ukang qani? Uni nima qilasiz? Undan bir narsani qaytarib olishim kerak. Nimani tushuntiribroq gapiring? Xullas, ukang uyimga borib, ukamning rasmini olib ketib qopti. Nima? Mana shu rasmmi? Ha shu. Bu senda nima qilyapti? Ukangizga nima qilgan? U yo'qolgan. Uzr. Jahl ustida sensirab yubordim. Sizga nima bo'ldi? Jasur aka, sizga bir narsa aytishim kerak. Xo'sh, tinchlikmi? Tushunyapsanmi? O'rta, men o'z oilamga begona ekanman. Shuncha yildan beri oilam deb yurganlarim begona ekan. Umid, necha yillik qadrdonlar,
Nahotki bir kunda begona bo'lib qolish mumkinmi axir? Mana oradan salkam 20 yil o'tgandan so'ng birgina rasm orqali hamma haqiqat oshkor bo'ldi. Biz hammamiz bu kun kelishini bilardik. Demak, Umid aslida meni ukam Yodgor. Shundaymi? Ha, Umid sizni ukangiz Jasur aka. Uydagilarning aytishi bo'yicha ular militsiyaga xabar berishgandan so'ng bir oycha kutishgan, lekin hech qanday xabar kelmagan. Keyin hech kim kelmagandan so'ng o'zlari boqib olishgan. Hozir u qayerda? Men bilmadim. U uydan jahl qilib chiqib ketdi. Hali ham qaytgani yo'q. Menimcha Tohirning uyida bo'lsa kerak. Demak, Tohirning uyida. Siz ham borasizmi? Menimcha o'zingiz gaplashib olganingiz yaxshi. Men xalaqit bergim kelmayapti. Yaxshi, rahmat sizga. Yodgor, ukam. Nahotki bu sen bo'lsang. Meni eslay olasanmi? Esingdami? Birga ko'chaga chiqqanimiz. Keyin esa men ahmoq seni qo'lingni qo'yib yuborib yo'qotib qo'yganman. Meni eslay olasanmi, ukam? Hech nimani eslay olmayman. O'shanda juda yosh eding. Balki shunga eslay olmassan. Lekin men hammasini juda yaxshi eslayman. Hatto bilagingdagi holinggacha eslayman. Yodgor. Bilasanmi, men seni sog'inganman. Judayam sog'inganman. Uka. Sog'indim. Yodgor tusha qolgan. Charchab ketdim. Yo'q, tushmayman aka. Tusha qolgan. Yo'q, tushmayman. Tushmayman. Ha, bo'pti, injiqlik qilma. Xohlagan narsani olib beraman. Nima olib beray? Marojniy yeyman. Marojniymi? Bo'ldi, olib beraman. Faqat sen hozir masjidda jim o'tirib bersang bo'ldi. Men hozir kelaman. Aka. Uka. Yodgorim. Aka. Ukajonim. Meni kechir. Kechir. Kechirim so'ramang. Men sizni qattiq sog'indim. Hammasini esladim aka. Hozir chiqyapman. Voy, keldingmi? Qayerlarda yuribsan? Rasmni olib keldingmi? Rasmdan ham muhimroq narsani olib keldim. Nima? Ukamni olib keldim.
Mana, Rahmat. hayot juda qiziq a. Avvaliga tasodif tufayli seni uchratdim. Keyin esa ukamni topdim. Nimasini aytasiz? Bu hayotda oldindan nima bo'lishini bilib bo'lmas ekan. Hayotni bizga tayyorlab qo'ygan sovg'alari juda ham ko'p bo'ladi. Bilasanmi? Men seni birinchi ko'rganimda yoqtirib qo'yganman. Meni senga bo'lgan barcha tuyg'ularim samimiy. Men seni yaxshi ko'raman. Oliya. Zo'r ekan-ya. Yodgorim o'zimni. Nahotki bu uy bilan hech ham xotirang qolmagan bo'lsa. Yo'q, oyim. Eslolmadim. Oyi, menga tanishday, lekin nimagadir tushunarsiz. Mayli, mayli. Muhamma endi yonimdasan. Oyi, sizdan bir narsa so'ramoqchiman. So'ra. Nega meni ismimni Yodgor qo'ygansiz? Sen menga otangdan yodgorimsan. Senga 8 oylik homiladorligimda otang avtohalokatda vafot etgan. Shunaqa bo'lgan. So'ng sen tug'ilganingdan keyin ismingni Yodgor qo'yganmiz. Lekin hozirgi isming ham juda chiroyli, Umid. Men seni qaytishingni doim umid bilan kutganman. Oyi, dadam haqida ham gapirib bering. Qanaqa inson edilar? Dadang judayam mehribon, oq ko'ngil, xushmuomala odam bo'lgan. Mana senga. Bo'ldi. Ey! Nima qilyapsizlar? Qochlaring! Hozir militsiya.
O'g'lim Umid. Bizni kechir. Sen haqsan. Sendan haqiqatni yashirmasligimiz kerak edi. Lekin meni ham to'g'ri tushun. Sendan ayrilishdan, bizni tashlab ketishingdan qo'rqdim, o'g'lim. Oyi, men o'zimni haqiqiy oilamni ham topdim. Oyimni, akamni. Men o'zi kimni farzandiman? Hammasiga javob topdim, oyi. Iltimos, o'g'lim. Faqat tashlab ketma bizni. Agar ular bilan yashayman desang ham, mayli, qarshiligim yo'q. Lekin bizdan voz kechma, jon bolam. Biz senga begona emasmiz. Oyi, sizlarni begona deganim uchun meni kechiring. O'sha paytda men o'zimda emasdim. Sizlar ham meni oilamsizlar. Bu yog'iga meni ikkita oilam bor xolos. Rahmat, o'g'lim. Ha, aytgancha, opam qandalar? Ha, opang hozir telefon qilgandi, yo'ldaman deb. Hozir kelib qoladi. Oyi, hammasi uchun sizga rahmat. O'z o'g'lingizdek qabul qilganingiz uchun. Endi nima qilamiz? Bilmasam, boz kesingchi. Jin ursin. Kim bo'ldi bu? Ishimizga guvoh bo'lib qoldi. Ey, guvoh bo'lib qolgan bo'lsa, o'sha yerda o'zida tinchitmadilaringmi? Baqir-chaqir qilganga shu yerga olib kelaverdik, aka. Sen qayerga qarading? Hech kim ko'rmadimi? Yo'q, hech kim ko'rmadi. Yon atrofda hech kim yo'q edi. Telefonini ham o'chirmadilaringmi hali? Hozir o'chiraman. Alo, Dilbar, yaxshimisan? Nimaga SMSlarimga javob bermayapsan? Alo. Alo. Kim bu? Nega gapirmayapsiz? Meni yaxshilab eshit. Agar bu qizni ko'rgilaring kelsa, 10 ming ko'kni tayyorlab qo'ylaring. Ertaga pul qo'limizda bo'lmasa, bu qizni o'ligini ham topa olmaysanlar. Militsiyaga xabar berishni xayollaringga ham keltirmalaring. Agar nimadandir shubhalansam, bu qizni tirik ko'rmaysanlar. Ifloslar. Bu qanaqasi bo'ldi? Bular o'zi kim? Nimadir qilmasam bo'lmaydi. Hozir och endi. Ochsang-chi, ocha qolmaysanmi? Assalomu alaykum aka. Yaxshimisan? Men Alaykum assalom. Dilbar opam keldimi deb o'yladim. Qani kiring? Yo'q, menga qara. Umid Dilbarni o'g'irlab ketishibdi. Nima? Qanaqasiga? Men unga qo'ng'iroq qilgan edim. Telefonini bir kishi ko'tardi. Dilbar uchun 10 ming dollar pul talab qilyapti. Tushunyapsanmi? 10 ming kerak. Qanaqasiga aka? Bilmayman. Uka, nima bo'lganda ham uni tezroq topishimiz kerak. Yordaming kerak. Tezroq borib kelaylik. Yur, ketdik. Pulni olib keldingmi? Ol. Qiz qayerda?
Aka, hammasi joyida. Pulni oldim, qizni qo'yib yuborishingiz mumkin. Seni eshitmayaptimi? Yo'q. Qo'yib yuborishdi deb orqangga qayt. Pulini berdimi, demak bundan ham ko'proq berish mumkin. Qizni qo'yib yuborishdi. Uyga borib qoladi. Hey. Bekzod nimaga kelmayapti? Telefoni ham o'chiq. Xavotir olmang, muammo chiqazmaydi. Bu qizni qorni ham ochdi. Bor, nimadir olib kel. Xo'p bo'ladi. Hey. Opamni qidiring. Yaxshimisan? Hech narsa qilmadimi? Yaxshimisan? Yaxshiman. Hozir. Hozir. Yur. Tur. Yur, bo'ldi. Umid, ukajon nima bo'ldi? Nima bo'ldi senga? Umid, Ko'zingni och. Umid nima bo'ldi? Senga nima bo'ldi? Yaxshimisan? Qon. Ukajon. Umid, Qon. Umid o'zingga kel iltimos. Uka. Tez yordamga telefon Uka. qiling tezroq. Bardam bo'l. Umid, O'zingni ukajon qo'lga. o'zingga kel. Va, qo'ng'iroq qil. Jon ukajon. Ukajon. Jon uka, meni qo'rqitmagin. Ukajon. Men akangman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir tez yordam keladi. Xo'pmi? Ko'rmagandek bo'lsa faqat meni tashlab ketmagin, xo'p? Faqat ko'zingni yumma. Ko'zingni yumma, men yoningdaman, xo'p? Xo'p, uka. Ko'zingni yumma. Hammasi yaxshi bo'ladi, ukajon. Nima bo'ldi? Bilmayman qayerdamiz, bilmayman. Tezroq yetib kelinglar iltimos. Bo'ldi. Uka. Ko'zingni yumma faqat. Ukajon. Umid, yo'q. Uka! Yo'q. Och ko'zingni. Ukajon. Umid, Ukajon. o'zingga Och kel ko'zingni. iltimos. Jon uka, endi seni topdim deganimda meni tashlab ketma. Ukajonim. Umid! Yo'q! Yo'q. Yo'q! Umid. Ana, Chiqishyapti. voy jonim Ye, bolam. xush kelibsizlar. O'zim Assalomu o'rgilib alaykum. ketay. Oyijon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Qandaysiz? Ya, Aka. ukajonim. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldik. Rahmat. Qani marhamat, uyga. Ha endi
hovlilarni, ostonalarni supurgani keldim. Juda yaxshi bo'pti-da, ona. Qani, kiravering siz. Supurgi berasan? Qani kirib. Oyi, siz ko'ring. Men shu yerda Biz hozir qani yuringlar. aka-uka bir dardlashib olaylik. Ha. Xo'sh. O'zi hayronman. Sizni kim deb chaqiray? Pochchami yoki akami? Pochcha aka deya qolgin. Baxtli bo'ling aka. Rahmat. Qo'sha qaring aka. Rahmat ukam. Vaqtimizga savob oling. Rahmat.